100 dan 100 bajarganlar taqdirlanadi va rahbar mukofotiga ega bo'ladi. Bugun Aljabr maktabida eng unutilmas va hayajonli kunlardan biri so'nggi qo'ng'iroq tadbiri ko'tarinki kayfiyat, quvonch va samimiy lahzalar bilan bo'lib o'tdi. Tadbir davomida 5, 6, 7, 8, 9 va 10 sinf o'quvchilari yil davomida ko'rsatgan intilishi, mehnati va erishgan natijalari uchun faxriy yorliqlar hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Ayniqsa, o'quvchilarimizga topshirilgan esdalik sovg'alari va taqdirlash marosimi maktabimiz rahbari Karaxatjayeva Matluba Ahrarovna tomonidan shaxsan amalga oshirildi. Bu esa o'quvchilarimiz uchun nafaqat mukofot, balki ularga bildirilgan e'tibor, ishonch va kelajak sari ilhom bo'ldi. Bugungi kun mehnat qadrlangan, yutuqlar e'tirof etilgan va kelajak sari dadil qadam tashlangan kun bo'ldi. Barcha o'quvchilarimizga yanada ulkan marralar, yangi yutuqlar va porloq kelajak tilaymiz. Aljabr xalqaro moliya maktabi